Bugun sizlar bilan quvvatlash bloki, ya'ni blok pitaniyalar haqida gaplashamiz. Quvvatlash bloklari hozirgi yoritish tizimlarida juda keng qo'llaniladi va ular har xil turda bo'ladi. Nura quvvatlash bloklari 4 xil seriyada mavjud. Bular O seriya, B seriya, H seriya va AD seriyasi. Endi ularning farqini ko'rib chiqamiz. B seriya qurilmasi 60 vattdan 300 vattgacha mavjud. Kirish kuchlanishi 100 voltdan 165 voltgacha ishlaydi. Bular asosan mebel yoki shift yoritgichlarida qo'llaniladi. Navbatdagi qurilmamiz O seriyasidagi quvvat bloki. Ushbu qurilmani 100, 200 va 300 vatt turdagilari mavjud. Kirish kuchlanishi esa 100 voltdan 265 voltgacha ko'tara oladi. Chiqish kuchlanishi 12 va 24 voltlarda. Bir chetida buni kirish kuchlanishini o'zgartirish imkoniyatlari bor. Chiqish kuchlanishlarini taqsimlash bloki bor. Kuler bilan jihozlangan. Qurilma shitlarda foydalanish uchun mo'ljallangan va eng kerak bo'lgan xususiyatlardan biri mana bu yerda kichik muruvvati bor. Bu blokimizdan sizda yoritish tizimingizgacha bo'lgan simlarda yo'qotishlarni oldini olish uchun xizmat qiladi. Bunda sizni naprejeniyangizni balandroq yoki pastroq qilish imkoniyatlari bor. Keyingisi H seriyadagi qurilmamiz bo'lib, bu 60 vattdan 600 vattgacha mavjud. Kirish kuchlanishi esa 100 voltdan 277 voltgacha tashkil etadi. IP67 himoya tizimiga ega. Bu degani changdan va suvdan juda yaxshi himoya qilingan. Qurilmamiz asosan tashqarida ishlashga mo'ljallangan bo'lib, -40 gradusdan boshlab +75 gradusgacha mo'ljallangan va oxirgisi AD seriyasidagi quvvat bloki bu universal hisoblanadi. Universalligi shundaki, uni 12, 24, 36 va 48 voltlariga sozlashingiz mumkin. Nominallari esa 60 vattdan 300 vattgacha mavjud. Kirish kuchlanishi esa 200 voltdan 240 voltgacha. Uning himoyasi esa IP20. Ushbu qurilmalarimiz barchasida kirish kuchlanish qanchalik o'zgarmasin, chiqish kuchlanishimiz birdek qoladi. Nura elektrik quvvat bloklari haqida savollaringiz bo'lsa, kommentariyada kutib qolamiz.